Hammaga salom, hammaga xayrli kun, hammalar yaxshimisizlar? Buni ham albatta o'sha videomga qo'shib yuboraman. Hozir men qishloqdaman. Ko'pchilik so'rashgan, что qo'shni keldi. Mayli. Obzor ko'rsat. Ko'p qishloqda video olganimda videolar olganim, o'sha videolarim kommentariylarga yozishgan. Qishlog'ingizni obzor qiling, qishlog'ingizni obzor qiling. Yoki qishlog'ingizni ko'rsating, uyingizni ko'rsating. Bu men emas, to'g'ri. Bu mo'yi. Ko'rsating deb ko'pchilik so'rashdi. Shunda inobatga olganda ko'proq qishloqqa. Shu talablarga binoan sizlarga hozir qishlog'imni ko'rsataman. Qishlog'imda kun qanaqa o'tganini ko'rsataman. Qishloqqa kecha kelganmiz. Bugun kechga ketamiz. Ertalab soat 5 da yo'lga chiqishimiz kerak. Bilasizmi? Ertalab turishni qaranglar. Effekt. Demanglar g'iybatchilar. Bilas ketganman. Bilasizlarmi? Bilas joni dilim. Shu videoni boshida, ya'ni bu to'g'ri boshqa kun. Lekin shu videoga qo'shib yuboraman. Bilas ko'rsatgandim sizlarga. O'sha bilas fotogan chiroyli. Hozir ko'rsatamaslik. Hammaga xayrli kech. Bu video shunga kerak edi. Meni chaqirib qolishdi. Ish qildik ancha. Temir tozaladik. Qildik. Yuvib chiqdim. Hozirdan 3-4 soat, 3 soatcha o'tdi. Effekt emas. Effekti bo'ylashlar mumkin. Qaranglar. Oqarib qoldim aytsam, o'zimga shunaqa tuyulyaptimi yo? Oldin shunaqa qilganimni bilmayman. Menga oqarib qolgandek tuyulyapman. Effekt emas. G'iybat qilishinglar shart emas. Bizdan agar effekt bo'lsa, ustiga chiqib qoladi. Effekt emas bu. Просто agar men labimni yaltirayotganda desa, chunki bilas surtganman, men labimga bilas surtib turaman. Chunki labim ko'ryapsizlarmi, yorilib ketgan. Shuncha. Uyda obzor qilayotgan bo'lsak, oqay muncha bunaqa desanglar, qishloqda hammalar shunaqa. Sizlarga bitta narsani aytmoqchiman. Nimaga qishloqda qo'ymay qo'yganman? Ko'plar shu so'radi. Chunki bir marta video olganman-da. Jon ochib turdim. Uyalaman bilasizlar, bo'lsa. Shart nimaga telefonini bitiribsan deb. Bu kichkina tog'am yashaydi bo'pti. Chunki bilasizlar, doim kichkina farzand qoladi. Onamda. Nima deyotgan? Short qo'yganman bitta. Qishloqqa keldik deganman. Odam ko'p bo'lgan, shunaqa ham past gapirganman. To'g'ri nima degan, tushunarsiz bo'lib qolgan ekanda. Shunga o'sha videoni qo'yganimda kommentariyaga bitta odam mingta shunaqa gap yozganda ko'rsam, 1000 yillik uyga o'xshab uying bo'lmasa bu mening uyim emas. Uying qishlog'ingga mehmonlaring keldimi qishloqqa deb. Ne shaharlikmi? Если что. Biz asli to'g'risini aytsam, biz Toshkentlikmiz. Buni ko'pchilik bilmaydi. Biz asli Toshkentlikmiz. Shuning uchun ba'zida Toshkentcha gapiraman. Ya'ni man bo'lib ketadi. Chunki asli o'zi biz avlodimiz. Ayam tarafdan hisoblasak, asli Toshkentlikmiz. Shunaqa. Tushundilaringizmi aytaman. Даже enam, otam hammasi Toshkentlik. Hamma mazan deb gapiradi bizda.
Просто biz unaqa demaymiz, chunki ayam kelin bo'lgan joy bu Olmaliq. Shunaqa tushuninglar, umiddaman. Yoshlarcha qishloqqa deb odamcha o'zim qishloqda tug'ilgan taqdirimda qishloqqa degani bu odam ajrashishdan emas. Ba'zida ma'sam deb turishim sababi shu. Endi qisqa azr. Shunaqa gaplar. Nimaga borgan bitta xotinga shunday-da. Shunday. Ikkita bolasini yetilib yuribdi. Keyin chiqib shunaqa fikrlamash kerak-da, короче. 8 soat demasam gapirdim. Makmak olib ketdim. Tushundinglardek umidaman. Hozir o'rtada yurganga o'xshabmanmi sen nazaringda? Sen nazaringda hozir o'rtada yurganga o'xshabman? Hozir biz magazinga ketyapmiz. To'g'ri, sizlarga gapirayotganimda uyda edim. Xizmat qilyapmiz. O'zlaringiz so'raydilar, qishloq hayotinglarni ko'rsatadilar. Qishloqqa borgangiz ko'rsat. Qishloqda emasmi? Так что o'zlaringiz so'raydilar, endi qo'yaman. Class. No. Magazindan chiqdik. Bizlarga 4%. Sizlarga keyinroq video olishim mumkin. Chunki hozir non yapyapmiz. O'sha nonni xamirni qilib qo'yganmiz. Yoyib tandirga solsak bo'ladi. Agar telefonimni o'chib qolmasa, sizlarga tandirga pishirayotganlarimni ko'rsataman.